Yuk transport vositalari haydovchilari orasida belgilanmagan vaqt oralig'ida poytaxt ko'chalarida harakatlanmaslik yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda transport nazorati inspeksiyasi xodimlari bilan hamkorlikda profilaktik tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Xususan, poytaxtimizga kirish qismida joylashgan muntazam blokpostlarda xodimlar haydovchilar bilan suhbatlar olib borib, belgilangan cheklovlar haqida yana bir bor eslatmalar berib o'tishmoqda. Poytaxtimiz hududida tirband vaqtlarda yuk transport vositalarining harakati cheklangan. Soat nechidan nechaga cheklanganligidan xabaringiz bormi? 7dan 10gacha. Ertalab 7dan 10gacha. Kechki paytchi? Adashmasam 5dan 9gachami shunday. Harakat faqat 10 bo'lagidan harakatlanadi yuk transport vositalari, to'g'rimi? Belgilangan vaqtlar bor. Kunduz kuni ertalab 7dan 10gacha. Ha, damon hozir yo'lga chiqindi. Kechki vaqt 17:20:00gacha kechki vaqtlarda. Olib borilayotgan mazkur tushuntirish ishlari o'z samarasini berib, hozirda tig'iz vaqt oralig'ida poytaxt ko'chalarida yuk transport vositalarining harakati cheklanganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin barcha haydovchilar ham birdek qoidalarga amal qilishmoqda deb ayta olmaymiz. Shunday holatlarni oldini olish maqsadida tushuntirish ishlari davom etmoqda. To'xtatishimiz maqsadi poytaxtimizda kirish vaqtlari, markazga kirish vaqtlari chegaralangan, bilasizmi? Nechidan nechigacha? Xabaringiz bormi? Ertalabki soat 7dan 11gacha, kechki 17:00dan 5dan soat 9gacha. Shuning uchun agar markaziy ko'chalarda harakatlanmoqchi bo'lsangiz, shaharimizda aylama harakatlanib, kirishga to'g'ri keladi, bilasizmi? Olib borilayotgan bu kabi tadbirlar eng avvalo poytaxt ko'chalarida tirbandliklarni kamaytirib, transport vositalarini erkin harakatini ta'minlashga qaratilgan.